V-Alto Super. Ushbu vosita fungitsid sifatida asosan g'alla ekinidagi zang kasalligiga qarshi ko'plab fermerlarimiz orasida samarali qo'llanib kelinmoqda. Tarkibida 25% propikonazol va 8% tiprokonazol faol moddalari mavjud. G'alla ekinida sariq va qo'ng'ir zang hamda unshudring, mevali daraxtlarda manilios va unshudring, qovunda antraknos, kartoshkada fitoftorozga qarshi samarali qo'llaniladi. V-Alto Super ta'sir mexanizmi himoyalovchi va davolovchi hisoblanadi. Ekinlarga yomg'irdan 1 soat oldin ishlov berilganda ham o'z ta'sir kuchini saqlab qoladi hamda 2-3 hafta mobaynida faollik ko'rsatadi. V-Alto Super ishlovidan so'ng zamburug' sporasi 2 kun ichida ishini yo'qotadi. Fungitsidning samaradorligini yanada oshirish uchun maxsus sirtfaol modda Ecoslivet kleysini qo'shishni tavsiya etamiz. Shu orqali ishlovlarda o'simlikka tekkan preparat barg yuzasiga yopishuvchanligi, o'simlik tomiridan tez so'rilishi va preparat isrof bo'lishidan saqlanishi ta'minlanadi. Qo'llashdagi sarf me'yori va muddati ekin turi hamda ko'chat yoshiga ko'ra agronom maslahatini olish tavsiya etiladi.